Opa, bu hayotsiz baxtsiz nimada bilasizmi? Onamlar rahmatliga o'xshashibdi. Allohni suygan bandalar ekanmiz. Qarang, bugun 25-sentabr onamlar rahmatli olamdan o'tganlariga 11 yil bo'ldi. Yarim har doim shunaqa oqibatli bo'laylik. Farzandlarimizga o'rnak bo'laylik. Mana ota-onamizning haqlariga duo qilgan, umr badal qilgani jigarli umriga keldi. Farzandlarimiz ham xuddi shunaqa otasini, onasini haqqiga duo qilaman, farzandli bo'lsin. Meni 3 ta opam bor. Hamma hammalarni yaxshi ko'raman. Jonimni berishga tayyorman. Sizlarning ukanglar bor. Hech nimani o'ylamaylik. Jigarchilik tiklaylik, silay raqamni tiklaylik. Jigarlarning borida qadriga yetinglar. Jigarlar g'animat. Bir joyda eshitib qoldim. Bir inson ko'chadan o'tib ketayotganda mashinada meni opam turadi deganda jahannamda qo'li yonmagan ekanda. Bitta duo qilib qo'ying. Ota-onamizga Alloh rahmat qilsin. Katta umr badallarimizni savobidan bahramand bo'lsin. Bolalarimizlarni rohatini Ilohim, Alloh. Hozir siz onamning haqlariga va otam rahmatli haqlariga umr badal qilamiz. Bundan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Har bitta meni ko'rib turgan mana shu insonlarni opasi bilan, singlisi bilan Adajon, bugun sizga bergan va'dam ustidan chiqdim. Omonatingizni, katta oyimlarni Xudo xohlasa Makkaga Kabatullohga olib keldim otajonim. Otam onam o'tib ketgandan keyin pensiya pullaringizga boqqaningizga mana shu Alloh qo'ydi. Kabatulloh oldi mendan rozi bo'ling. Rozimisiz? Ayting. Ayting yana. Rozimisiz? Bo'ldi, rozi bo'ling mendan. Xudoyo hammaga nimani qilsan, senga o'g'llaringdan 10 barobar qaysi. Ilohim. Dunyo qaytar dunyo. Alloh akbar. Mendan rozimisiz? Otam menga siz omonat toshib ketganlar-da. Omonatga xiyonat qilolmayman. Mana bandama o'lishim bor-da. Otam oldilariga yoringiz bilan borish qolyapman. Mana omonatingizni men aslab avaylaganman. Bo'lmagancha qaraganman. Faqat mendan rozi bo'ling. Rozi bo'ling, ha? Bashlarga rozi bo'ling. Bumlarni Kabatulloh oldiga olib kelib, roziliklarini oldim. Fursatdan foydalanib, farzandli insonlarga solih farzandni tilab qolaman. Sharti bor insonlarga dardiga shifo so'rab qolaman. Uylanmagan ukalarimiz bo'lsa, yaxshi joylarda ato qilsin. Meni kuzatib turgan 1600 obunachim, xalqim, yaxshi niyat qilgan insonlar tez kunda yaqinlari bilan, onasi bilan, otasi bilan, akasi bilan